Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan g'oyat muhim, hatto hayotingizni tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan mavzu haqida gaplashamiz. Aynan hozir men gapirayotgan paytimda ham minglab insonlar ertangi kundan xavotirda. Nima uchun deysizmi? Chunki ular hali ham pensiya ta'minoti bilan bog'liq eng asosiy qoidalardan bexabar. Bu axborot har birimizga tegishli. Farqi yo'q. Yosh bo'lasizmi? Keksasizmi, ishchisizmi yoki tadbirkor? Bu ma'lumotning muhimligi shunchalik yuqoriki, men sizdan kanalimizga hoziroq obuna bo'lishingizni va ushbu videoga like bosishingizni iltimos qilaman. Ishonchim komil. Video oxirida bu sizning hayotingizdagi eng to'g'ri qarorlardan biri bo'lganini tushunasiz. Chunki bugun sizga pensiyangizning ko'p yillarni yo'qotib qo'ymaslik uchun merimaygacha olishingiz shart bo'lgan 3 ta asosiy ma'lumotnoma haqida gapirib beraman. Bu shunchaki ogohlantirish emas. Bu o'z vaqtida chora ko'rmasangiz yuzaga keladigan real muammo. Muammoning mohiyati juda oddiy, ammo oqibatlari og'ir. Keling, avvalo oldin qanday bo'lganini va hozir nima o'zgarganini tushuntirib beray. Avvalgi tizimda, ya'ni deylik, 2017 yillargacha bo'lgan davrda pensiya tayinlash jarayoni asosan mehnat daftarchasidagi yozuvlar va arxividan olingan qo'shimcha ma'lumotlar asosida amalga oshirilardi. Mehnat daftarchasi o'sha paytda eng asosiy hujjat hisoblanardi. Pensiya fondi xodimlari sizning daftarchangizni ko'rib chiqishar. U yerdagi yozuvlarga qarab stajingizni hisoblashar va agar qaysidir davrda maoshlar haqida ma'lumot kerak bo'lsa, tegishli korxona yoki arxivga so'rov yuborishardi. Bu jarayon nisbatan sodda edi, chunki ko'plab korxonalar, ayniqsa davlat korxonalari hali faoliyat yuritardi yoki ularning hujjatlari markaziy arxivlarda saqlanardi. Ammo bugungi kunda vaziyat tubdan o'zgargan. Oxirgi yillarda pensiya ta'minoti tizimida jiddiy islohotlar amalga oshirildi. Eng muhim o'zgarishlardan biri bu raqamlashtirish. Hozirgi kunda pensiya tayinlashda asosiy e'tibor raqamli mehnat daftarchasidagi yozuvlarga va har bir fuqaro uchun yuritiladigan shaxsiy elektron pensiya hisob varagidagi ma'lumotlarga qaratiladi. Ya'ni sizning har bir ish joyingiz, olgan maoshlaringiz, ajratilgan ijtimoiy to'lovlar elektron tizimda aks ettirilishi shart. Agar ma'lumotlar elektron bazada mavjud bo'lsa, pensiya tayinlash jarayoni tez va muammosiz kechadi. Ammo muammo shundaki, barcha ish stajlari va maosh ma'lumotlari elektron bazaga to'liq kiritilmagan. Ayniqsa 2005-2006 yillargacha bo'lgan davrda, ya'ni elektron tizimlar keng joriy etilmagan vaqtlarda, shuningdek 90 yillarda yopilib ketgan yoki nomini o'zgartirgan korxonalarda ishlagan fuqarolar uchun bu katta muammoga aylangan. Elektron bazada sizning o'sha davrdagi ishingiz haqida ma'lumot yo'qligi. Bu davr sizning pensiya stajingizga kirmasligini anglatadi. Natijada nima bo'ladi? Pensiyangizning miqdori kamayadi yoki umuman pensiya olish huquqiga ega bo'lmasligingiz mumkin. Mana shuning uchun ham hozir sizga aytadigan 20 oygacha olinishi shart bo'lgan ma'lumotnomalar sizning oltin kalitingiz bo'lib xizmat qiladi. Ular sizning oldingi mehnat stajingizni va ish haqingizni qonuniy ravishda tasdiqlash imkonini beradi. Hatto bu ma'lumotlar elektron bazalarda mavjud bo'lmasa-da, bu shunchaki qog'oz emas, bu sizning kelajagingiz uchun kurash. Keling endi qaysi 3 ta ma'lumotnoma haqida gapirayotganimizni va ularni kimlar olishi kerakligini batafsil ko'rib chiqaylik. Bu ma'lumotnomalar pensiyangiz miqdorini va umuman pensiya olish huquqini belgilashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Birinchi ma'lumotnoma ish haqi haqidagi ma'lumotnoma. Bu ma'lumotnoma sizning pensiya tayinlash uchun tanlangan ixtiyoriy 5 yillik uzluksiz ish stajingizdagi o'rtacha oylik ish haqingizni tasdiqlaydi. Nega aynan bu ma'lumotnoma shunchalik muhim? Chunki pensiya miqdori faqatgina stajga emas, balki aynan shu staj davomida olingan ish haqining miqdoriga ham bog'liq. Pensiyaning asosiy qismi sizning daromadingizdan kelib chiqib hisoblanadi. Agar elektron bazada sizning eski ish joylaringizdagi maoshlaringiz haqida ma'lumot bo'lmasa, pensiya fondi xodimlari sizning o'sha davrdagi daromadingizni hisobga ola olmaydi. Natijada pensiyangiz minimal ko'rsatkichlar bo'yicha hisoblanishi mumkin. Bu esa siz kutgandan ancha past bo'ladi. Kimlar xavotirlanishi kerak? 1. Kimning mehnat daftarchasida 2005-2006 yillargacha bo'lgan davrdagi ish joylari ko'rsatilgan, lekin o'sha davrdagi maoshlar haqida elektron bazada ma'lumot yo'q bo'lsa. 2. Qaysidir korxonada ishlagan, ammo bu korxona allaqachon yopilgan, qayta tashkil etilgan yoki nomi o'zgargan bo'lsa. Bunday hollarda elektron bazaga ma'lumotlar kiritilmagan bo'lishi ehtimoli juda yuqori.
yuqori maosh olgan, ammo bu maosh elektron bazada aks etmagan shaxslar. Chunki sizning pensiyangiz aynan shu yuqori maoshlar hisobiga o'shishi kerak. Kimlar xavotirlanishi shart emas? 1. Kimning barcha mehnat staji va maoshlari to'liq elektron bazada aks etgan bo'lsa, buni e-mehnat tizimi orqali tekshirish mumkin. 2006-yildan keyin mehnat faoliyatini boshlagan va ish beruvchilari doimiy ravishda barcha ma'lumotlarni elektron tizimga kiritib kelgan shaxslar. Keling, bir misol keltiraylik. Misol Ahmad aka 1915 yilda tug'ilgan. 1965 yildan 2000 yilgacha Sifat nomli katta davlat zavodida ishlagan. O'sha paytda Ahmad aka sex boshlig'i bo'lgan va ancha yuqori maosh olgan. 2000 yildan keyin xususiy korxonalarda ishlagan. Ularning ma'lumotlari elektron bazada mavjud. 2025 yilda pensiyaga chiqishni rejalashtirgan Ahmad aka e-mehnat tizimini tekshirganda Sifat zavodidagi 15 yillik ish staji ko'rsatilgan. Ammo o'sha davrdagi ish haqi miqdori to'liq aks etmaganini ko'radi. Agar Ahmad aka 20 gacha o'sha davrdagi ish haqi haqida ma'lumotnoma olmasa, pensiya fondi uning 1915-2000 yillardagi maoshlarini hisobga ola olmaydi va uni minimal darajada hisoblaydi. Natijada har oyda Ahmad aka pensiyaga chiqqan taqdirda ham o'rtacha 500 ming so'm bu shartli raqam kamroq pensiya olishi mumkin. Bu degani 1 yilda 6 million so'm, 10 yilda esa 6 million so'm yo'qotadi. Tasavvur qiling, bu qanchalik katta miqdor. Ikkinchi ma'lumotnoma. Mehnat staji haqidagi tasdiqlovchi ma'lumotnoma. Bu ma'lumotnoma sizning mehnat daftarchangizda mavjud bo'lgan, ammo elektron bazada aks etmagan yoki notekis kiritilgan ish stajingizni tasdiqlash uchun xizmat qiladi. Ko'pincha eski davlat korxonalarida, kolxozlarda, sovet davridagi tashkilotlarda ishlagan fuqarolarning ma'lumotlari elektron bazaga to'liq kiritilmagan bo'ladi. Kimlar xavotirlanishi kerak? Bir, mehnat daftarchasida yozuvlari bor, ammo e-mehnat tizimida yoki pensiya jamg'armasi ma'lumotlarida bu yozuvlarga oid staj davri ko'rsatilmagan shaxslar. Ikki korxonasi yopilib ketgan yoki qayta tashkil etilgan vaqtlarda ishlagan, shuningdek ish beruvchisi yozuvlarni to'g'ri kiritmagan deb shubha qilayotganlar. 3. Mehnat daftarchasidagi yozuvlar tartibsiz, to'liq yozilmagan yoki muhrlar aniq ko'rinmaydigan holatlarda ham bu ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Kimlar xavotirlanishi shart emas? Barcha mehnat staji e-mehnat tizimida to'liq va aniq aks etgan fuqarolar. Misol 2. Gulnora opa 1907 yilda tug'ilgan, 1990 yildan 1998 yilgacha qishloq xo'jaligi kooperativida ishlagan. Bu kooperativ 2000 yillarning boshida tarqatib yuborilgan. Gulnora opaning mehnat daftarchasida bu kez yillik staj yozilgan, ammo e-mehnat tizimida bu davr umuman aks etmagan. Agar u bu davrini tasdiqlovchi ma'lumotnoma olmasa, uning kesh yillik staji yo'q bo'ladi. Pensiya uchun talab qilinadigan minimal staj, masalan 20 yil bo'lsa, bu raqam shartli. Gulnora opaning elektron staji 20 yil bo'lib qolishi mumkin. Bu esa uning pensiya olish huquqiga ega bo'lmasligiga olib kelishi mumkin. Ya'ni u bir necha yil pensiya yoshiga yetgan bo'lsa-da pensiya ola olmaydi. Agar o kasbni tasdiqlasa, uning pensiyasi miqdori ham, uni olish huquqi ham tiklanadi. Bu 2 yil uchun Gulnora opaning pensiya miqdori har oyda 300 ming so'm shartli raqamga o'sishi mumkin. Bu ham juda katta farq. 3-ma'lumotnoma maxsus ish sharoitlari haqidagi ma'lumotnoma. Bu ma'lumotnoma sizning zararli og'ir mehnat sharoitlarida yoki boshqa maxsus sharoitlarda ishlaganingizni tasdiqlaydi. Bunday sharoitlarda ishlagan shaxslar uchun pensiya yoshi kamaytirilishi yoki pensiya miqdori oshirilishi mumkin. Masalan, ayrim kasblar uchun shaxtyorlar, kimyo sanoati ishchilari va boshqalar belgilangan pensiya yoshi standart yoshdan ancha past bo'ladi. Kimlar xavotirlanish kerak? Birim, mehnat daftarchasida maxsus stajga oid yozuvlari bor. Ammo bu ma'lumotlar elektron bazada ko'rsatilmagan shaxslar. 2. Zararli yoki og'ir ishlarda ishlagan, ammo ish beruvchisi o'sha davrda bu ma'lumotlarni pensiya fondiga to'g'ri taqdim etmagan bo'lishi mumkin deb gumon qilayotganlar. 3. Harbiy xizmat, shifoxonalardagi ayrim mutaxassisliklar yoki boshqa shunga o'xshash maxsus staj turlari bilan bog'liq bo'lgan shaxslar. Kimlar xavotirlanishi shart emas. 1. Hech qachon maxsus sharoitlarda ishlamagan fuqarolar. 2. Maxsus staji elektron bazada to'liq aks etgan shaxslar. Misol 3. Dilshod 1925 yilda tug'ilgan. 1995 yildan 2005 yilgacha kimyo zavodida zarari yuqori bo'lgan sexda ishlagan. Mehnat daftarchasida bu ish joyi va mutaxassislik yozilgan.
Ammo mehnat tizimida uning bu davrdagi ishi oddiy staj sifatida ko'rsatilgan, maxsus sharoitlar qayd etilmagan. Agar Dilshod Birmaygacha o'zining zararli sharoitlardagi ishini tasdiqlovchi ma'lumotnomani olmasa, u pensiyaga 5 yoshda emas, balki 6 yoshda chiqishi kerak bo'ladi. Bu degani u 5 yil umrini pensiyasiz o'tkazishi yoki 5 yil ko'proq ishlashga majbur bo'ladi. Bu 5 yil ichida u ertasiga chiqishi mumkin bo'lgan pensiyani ola olmaydi. Bu esa taxminan 200 million so'm shartli raqam yo'qotishiga teng bo'ladi. Xuddi shunday nogironligi bo'lgan bolani parvarishlash davri ham ayrim hollarda stajga qo'shiladi va pensiya yoshini kamaytirishi mumkin. Buni tasdiqlovchi hujjatlar ham maxsus ma'lumotnomalar turiga kiradi. Ko'rib turganingizdek, har bir ma'lumotnomaning o'ziga xos ahamiyati bor va ularni o'z vaqtida olmaslik jiddiy moliyaviy yo'qotishlarga, hatto pensiya olish huquqini yo'qotishga olib kelishi mumkin. Endi esa eng qiziqarli qismga o'tamiz. Qoidalarga istisnolar, qaltis jihatlar va kutilmagan nozikliklar. Axir har bir tizimda ham o'ziga xos holatlar bo'ladi. To'g'rimi? Istisnolar va qaltis jihatlar bir. Korxona tugatilgan yoki yo'q bo'lib ketgan bo'lsa, sifat zavodda ishlagan Ahmad akani eslaysizmi? Uning zavodi allaqachon yopilib ketgan. Bunday holatlarda ma'lumotnomani qayerdan olish kerak? Dastlab mahalliy arxivga yoki shahar tuman hokimliklari qo'shdagi arxiv bo'limlariga murojaat qilish zarur. Ko'pgina yopilgan korxonalarning hujjatlari markaziy arxivlarda saqlanadi. Agar arxivda ham topilmasa, sudga murojaat qilish imkoniyati mavjud. Sud orqali guvohlar ko'rsatmalari asosida ham mehnat stajini tasdiqlash mumkin, lekin bu uzoq va murakkab jarayon. Shuningdek, ba'zi hollarda korxona tugatilganda uning huquqiy vorisi, masalan, boshqa bir yirik korxona yoki birlashma hujjatlarni qabul qilib olgan bo'ladi. Buni aniqlash uchun ham arxiv va hokimiyat bo'limlaridan ma'lumot so'rash kerak. 2. Hujjatlar yong'in yoki boshqa tabiiy ofatlar tufayli yo'qolgan bo'lsa, afsuski, bunday holatlar ham uchraydi. Bu vaziyatda ham arxivga murojaat qilish birinchi qadamdir. Agar u yerda ham ma'lumotlar bo'lmasa, yuqorida aytganimdek sud orqali guvohlar ko'rsatmalari asosida stajni tasdiqlash mumkin. Lekin bu juda kam uchraydigan va murakkab usul. Shuning uchun imkoni boricha yozma hujjatli dalillarni izlash muhim. 30 xorijda ishlagan davr. Agar siz xorijda rasmiy mehnat faoliyatini olib borgan bo'lsangiz va o'sha davrda tegishli ijtimoiy ajratmalar to'langan bo'lsa, bu davrni ham pensiya stajiga qo'shish mumkin. Buning uchun siz ishlagan mamlakatdan tegishli hujjatlarni, ish haqi, ish staji, soliq to'lovlari haqida ma'lumotnomalar olishingiz va ularni tasdiqlagan holda pensiya jamg'armasiga taqdim etishingiz kerak. Odatda bu hujjatlar apostil qo'yilgan yoki konsullik tomonidan legalizatsiya qilingan bo'lishi lozim. Bu jarayon nisbatan uzoq va talablar har bir davlat uchun turlicha bo'lishi mumkin. 4. Harbiy xizmat davri. Harbiy xizmat muddati ham pensiya stajiga qo'shiladi. Agar sizning harbiy xizmatingiz haqidagi ma'lumotlar elektron bazada aks etmagan bo'lsa, tegishli harbiy komissariyatdan yoki Mudofaa vazirligi arxivlaridan ma'lumotnoma olishingiz kerak bo'ladi. Kutilmagan nozikliklar. Yirik sertifikatning aniq mazmuni, ma'lumotnomada har bir davr uchun ish joyi nomi, lavozimi, ishga qabul qilingan va ishdan bo'shatilgan sanalar, shuningdek ish haqining oylik miqdori aniq ko'rsatilishi kerak. Agar ma'lumotlar noto'g'ri yoki to'liq bo'lmasa, pensiya jamg'armasi uni qabul qilmasligi mumkin. Bu esa vaqt yo'qotish va qayta murojaat qilishga olib keladi. Ma'lumotnomada korxonaning muhri va mas'ul shaxsning imzosi bo'lishi shart. 2. Bola parvarishlash davri. Ayollar uchun bolani parvarishlash bo'yicha ta'tilda bo'lgan davrlar ham pensiya stajiga qo'shilishi mumkin. Lekin bu avtomatik tarzda bo'lmasligi mumkin. Buni tasdiqlash uchun tug'ilganlik haqidagi guvohnoma va oila tarkibi to'g'risidagi ma'lumotnomalar talab qilinishi mumkin. Oliy o'quv yurtida o'qish davri. Oliy ta'lim muassasasida kunduzgi bo'limda o'qish davri ham ba'zi hollarda stajga qo'shilishi mumkin. Lekin buning uchun diplom va o'qish davrini tasdiqlovchi ma'lumot talab qilinadi. Buni pensiya jamg'armasi bilan aniqlashtirish shart. 4. Nogironligi bo'lgan shaxsni parvarishlash. Nogironligi bo'lgan yaqin qarindoshini parvarishlagan davr ham ayrim holatlarda stajga qo'shilishi mumkin. Bu ham maxsus ma'lumotnoma va tasdiqlovchi hujjatlarni talab qiladi. Eng ko'p yo'l qo'yiladigan xatolar ma'lumotnomani olishni oxirgi muddatga qoldirish. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiluvchilar soni yuqoriligini hisobga olib, murojaatlarni ko'rib chiqish biroz vaqt olishi mumkin. Shuning uchun oxirgi daqiqagacha kutish katta xato.
noto'g'ri ma'lumotnoma olish, ba'zilar shunchaki ish joyidan ishlaganligi haqida oddiy ma'lumotnoma olib keladi. Pensiya jamg'armasi esa aniq ish haqi miqdori, lavozimi va staj davrini ko'rsatgan ma'lumotnomani talab qiladi. Ma'lumotlarni tekshirmasdan taqdim etish. Ma'lumotnomani olganingizdan so'ng undagi har bir raqamni va sanani o'z mehnat daftarchangiz yoki boshqa hujjatlaringiz bilan solishtirib ko'ring. Noto'g'ri ma'lumotlar pensiya tayinlashni kechiktirishi yoki noto'g'ri pensiya hisoblanishiga sabab bo'lishi mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, bu jarayon oddiy ko'ringani bilan juda ko'p nozik jihatlarga ega. Shuning uchun ham sizning diqqatingiz va o'z vaqtida harakat qilishingiz g'oyat muhim. Endi esa eng muhim qism, nima qilish kerak? Qanday qilib bu uchta ma'lumotnomani olish va pensiyangizni saqlab qolish mumkin? Men sizga aniq bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Har bir qadamni diqqat bilan eslab qoling va bajaring. Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak? Ilk qadam o'zingizning mehnat stajingizni to'liq tahlil qiling. Avvalo sizning mehnat daftarchangizni qo'lingizga oling va undagi har bir yozuvni, har bir sana va muhimni diqqat bilan o'rganing. Keyin mehnat axborot tizimiga kiring. Buni davlat xizmatlari markazlari orqali yoki shaxsiy kabinet orqali amalga oshirishingiz mumkin va o'zingizning elektron mehnat daftarchangizni tekshiring. Qayerlarda nomuvofiqliklar bor? Qaysi ish joylari mehnat daftarchangizda bor, ammo elektron tizimda yo'q? Qaysi davrlarda ish haqi haqidagi ma'lumotlar elektron bazada yetishmayapti yoki past ko'rsatilgan? Maxsus ish sharoitlari ko'rsatilishi kerak bo'lgan davrlar elektron bazada oddiy staj sifatida ko'rsatilganmi? Bu tahlilni juda sinchkovlik bilan bajaring, chunki bu sizning keyingi harakatlaringiz uchun asos bo'ladi. Har bir muammoli davrni qog'ozga yozib oling. 2 qadam qaysi ma'lumotnomalar kerakligini aniqlang. İlk qadamda aniqlagan nomuvofiqliklar asosida sizga qaysi 3 ta ma'lumotnomadan aynan qaysilari kerakligini belgilang. Agar ish haqingiz to'liq aks etmagan bo'lsa, ish haqi haqidagi ma'lumotnoma. Agar staj davrlari yetishmayotgan bo'lsa, mehnat staji haqidagi tasdiqlovchi ma'lumotnoma. Agar maxsus ish sharoitlari e'tiborga olinmagan bo'lsa, maxsus ish sharoitlari haqidagi ma'lumotnoma. Ba'zi hollarda sizga 2 tasi yoki hatto barcha 3 tasi ham kerak bo'lishi mumkin. 3 qadam hujjatlarni to'plashga tayyorlaning. Ma'lumotnomalarni olish uchun sizga ba'zi asosiy hujjatlar kerak bo'ladi. Bularni hozirroq tayyorlab qo'ying. Pasport, asl nusxasi va nusxasi, mehnat daftarchasi, agar mavjud bo'lsa. Eski ish shartnomalari, buyruqlar nusxalari, ishlagan davringizga oid maosh varaqalari, diplom nusxasi, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, bola parvarishlash davri uchun va boshqalar. Bu hujjatlar sizning ishingizni tasdiqlovchi qo'shimcha dalillar bo'lib xizmat qiladi. 4 qadam ma'lumotnomalarni qayerdan olish kerak? Bu eng muhim qadamlardan biri. Har bir ma'lumotnoma o'zining berish tartibiga ega. Ish haqi haqidagi ma'lumotnoma siz ishlagan korxonaning buxgalteriyasi yoki kadrlar bo'limidan olishingiz kerak. Agar korxona qayta tashkil etilgan bo'lsa, uning huquqiy vorisiga murojaat qilasiz. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, hududiy arxivlarga, shahar tuman davlat arxivlari, idoraviy arxivlar murojaat qilasiz. Mehnat staji haqidagi tasdiqlovchi ma'lumotnoma xuddi shu tarzda ish joyingizning kadrlar bo'limi, huquqiy voris yoki arxivlardan olish mumkin. Eski kolxozlar yoki kooperativlar bo'lsa, qishloq fuqarolar yig'inlari yoki tuman hokimliklarining arxiv bo'limlari yordam berishi mumkin. Maxsus ish sharoitlari haqidagi ma'lumotnoma. Bu ham ish beruvchi korxona yoki uning vorisi tomonidan beriladi. Agar korxona yo'q bo'lsa, uning arxivlari orqali olinadi. Harbiy xizmat uchun esa Mudofaa vazirligi qo'shdagi arxivlar yoki harbiy komissariyatlar orqali. 5 qadam. Murojaatni to'g'ri rasmiylashtirish. Ma'lumotnoma so'rab murojaat qilayotganingizda yozma ariza bilan chiqishingiz shart. Arizada quyidagilar aniq ko'rsatilishi kerak. Sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, FI, pasport seriyasi va raqami, manzilingiz, telefon raqamingiz. Qaysi davrlar uchun va qaysi turdagi ma'lumotnoma kerakligi aniq yoziladi. Masalan, 1990 yildan 1992 yilgacha korxona nomida lavozimda ishlagan davrdagi ish haqim va mehnat stajim haqida ma'lumotnoma berishingizni so'rayman. Ma'lumotnomaning qaysi maqsad uchun kerakligi, pensiya ta'minoti uchun pensiya jamg'armasiga taqdim etish, oxirgi muddat 20 oygacha ekanligini eslatish. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Biriga qabul qilinganligi haqida muhr bostirib yoki ro'yxatga olgan raqamni yozdirib o'zingizda saqlab qoling.
Bu keyinchalik agar murojaatingiz kechikib qolsa, sizning harakat qilganingizni tasdiqlovchi dalil bo'ladi. 6 qadam. Ma'lumotnomani olgandan keyin nima qilish kerak? Ma'lumotnomani olganingizdan so'ng uni juda diqqat bilan o'rganib chiqing. Barcha sanalar, raqamlar, lavozimlar, korxona nomlari mehnat daftarchangizdagi va e-mehnat tizimidagi ma'lumotlar bilan mos kelishiga ishonch hosil qiling. Agar biror xato yoki nomuvofiqlik bo'lsa, darhol ma'lumotnomani bergan tashkilotga murojaat qilib tuzatish kiritilishini so'rang. Faqat to'g'ri va aniq ma'lumotnomalar pensiya jamg'armasi tomonidan qabul qilinadi. 7 qadam pensiya jamg'armasiga taqdim etish. Barcha kerakli ma'lumotnomalarni to'plab 20 oyga qadar hududiy pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan murojaat qiling va ularni taqdim eting. Murojaat qilayotganingizda barcha original hujjatlaringiz, pasport, mehnat daftarchasi, ma'lumotnomalar va ularning nusxalari yoningizda bo'lsin. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizning hujjatlaringizni qabul qilib, ularning asosida stajingizni qayta hisoblaydi va zarur bo'lsa, pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqadi. Yodingizda bo'lsin, 20 oy bu shartli muddat emas. Bu sizning pensiyangizni saqlab qolish uchun berilgan oxirgi imkoniyat. Bu muddatdan keyin taqdim etilgan hujjatlar pensiya jamg'armasi tomonidan eski tartibda hisobga olinmasligi mumkin. Bu esa sizni yillar davomida to'plagan stajingiz va yuqori pensiyangizdan mahrum qilishi mumkin. Bu juda jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Hurmatli do'stlar, bugungi videomizda sizga pensiyangizni yo'qotib qo'ymaslik uchun 20 oygacha olishingiz kerak bo'lgan 3 ta muhim ma'lumotnoma haqida batafsil ma'lumot berdim. Siz o'z stajingizni tekshirish, kerakli ma'lumotnomalarni aniqlash va ularni olish uchun qanday qadamlar qo'yish kerakligini bilib oldingiz. Ishonchim komilki, bu ma'lumot siz uchun g'oyat foydali bo'ldi. Unutmang, o'z vaqtida qilingan harakatlar sizning kelajagingizni ta'minlaydi. Har bir daqiqa qimmatli. Shuning uchun darhol harakat qilishni boshlang. Endi sizning navbatingiz. Bu mavzu bo'yicha qanday fikrdasiz? Sizda ham shunga o'xshash vaziyatlar bo'lganmi? Qaysi ma'lumotnomalar bilan bog'liq muammolarga duch keldingiz? Izohlarda o'z tajribangiz bilan o'rtoqlashing. Sizning hikoyalaringiz boshqalar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni unutmang va kanalimizga obuna bo'ling. Chunki biz sizning moliyaviy savodxonligingizni oshirishga va shu kabi muhim ma'lumotlar bilan bo'lishga intilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.